Yashashdan maqsadingiz nima? Assalomu alaykum. Yashashdan maqsadim shu. Yeyish, ichish, pul topish. Ko'zingizni ochishingiz kerak yoshlar. Kimlardir bu dunyo hayotining ko'ngil ocharligini yanada kuchaytirib, hamma joyga o'yin kulgu tuzoqlarini qo'yib, seriallar, filmlar, yumoristlar, ko'rsatuvlar, vaqtni xushchaqchaq o'tkazish uchun narsalar, musobaqalar, onlayn qimorlar, xullas har bir lahzani ko'ngil xushlikka, lazzatli onga aylantirib qo'yishdi. Toki umringiz o'tib ketganda va Allohga qullik qilmaganingizni anglab yetganingizda, bu narsalarning hech qanday foydasi bo'lmaganini va umringiz behuda o'tganini ko'rasiz. Shuning uchun aqlli inson bu dunyoga faqat o'yin kulgu uchun kelmaganini bilgan insondir. Bu dunyo oxiratning ekin maydonidir. Alloh taolo bizni imtihon qilish uchun bu dunyoga yubordi. Bizning bu dunyodagi asosiy maqsadimiz qullikdir. Shuni tushunib yetganingizdan so'ng dunyo hayoti bilan oxirat o'rtasida muvozanatni to'g'ri yo'lga qo'ya olasiz. O'shanda ko'ngil xushlikni ham me'yorida qilasiz. Alloh yaratgan halol ne'matlardan ham me'yorida foydalanasiz. Ammo buni unutganingizda, men bu dunyoga nima uchun keldim? Alloh meni nima uchun yaratdi degan savollarni eslamaganingizda, afsuski dunyo hayotini bir o'yinga aylantirib yuborasiz.